Har bir insonning taqdiri o'zida, lekin eng ulug' islohotni biz Allohdan kutishimiz kerak. Bunda sabr, duolar va to'g'ri yo'lni topish bizning vazifamiz. Biz islomning axloqi va xayrli amallari orqali nafaqat dunyo, balki oxiratni ham o'zgartirishimiz mumkin. Har bir xayrli ish bu Allohga bo'lgan yaqinlikdir. O'zingizni o'zgartirish, boshqalarni qo'llab-quvvatlash sizni yuqori narxlarga olib boradi. Hayotdagi sinovlar bizni qattiqroq qiladi, lekin bu sabrning mevasini faqat Allohdan kutish kerak. Sabrlik iymon bilan o'tirgan yo'l har doim muvaffaqiyatga olib keladi. Qur'onda aytilgan sabr qilganlarga jannat beriladi. Yolg'iz o'ylaganingizda dunyo og'irligi seziladi, lekin Allohdan yordam so'ragan paytda har bir qadamga nur kiradi. Duo bu qalbimizning chirog'i. Agar biz Allohdan yordam so'rasak, u bizni hech qachon yolg'iz qoldirmaydi. Allohni zikr qilish bilan qalblar tinchlikka erishadi. Allohdan har bir kunda yordam so'rang, sabr qiling va har doim o'zingizni to'g'ri yo'lga boshlang. Eslatib o'tamiz, Alloh sizni o'zgartiradi.